Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mani to'g'ri tushunasizlar, ovozda sun'iy intellektda qilingan, ya'ni haqiqiy odam emas. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Fikrlaringni yozinglar kommentariyada. Xullas yana davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz hech eng yaqin insoningizning nafasidan yolg'on hidini tuyganmisiz? Ko'zlaringizga tikilib turib, o'zga bir ayolni o'ylayotganini yurakdan his qilganmisiz? Men o'sha kuni, o'sha mudhish o'xshamda 15 yillik oilam, ishonchim va muhabbatim poydevori bir soniyada qumdek to'kilib ketayotganini ko'rdim. Qo'limdagi telefon ekranida porlagan otigi bitta xabar butun dunyomni zilziladek vayron qildi. Bolalarimning shirin uyqudagi yuzlariga qarab, tomog'imga tiqilgan alamli yig'ini ichimga yutdim. Men Gulnozaman va bu mening emas, balki sizning ham hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan xiyonat alangasida kuyib, qayta tirilgan baxtimning dardli tarixidir. Birinchi qism: xiyonat va kechirim alangasi. Namunali xonadon sukunati. Hayot ba'zan xuddi musaffo osmon ostidagi tinch dengizga o'xshaydi. Suv yuzasi shu qadar silliq, shu qadar orombaxshki, uning tubida qanday dahshatli to'fonlar yashirinib yotganini xayolga ham keltira olmaysiz. Toshkentning shinam, daraxtlar soya tashlab turgan mahallalardan birida joylashgan bu hovli doimo fayzli edi. Darvozadan kirishingiz bilan dimog'ingizga uriladigan rayhonlar bo'yi, sarishta qilib supurilgan sahin, suv sepilgan so'ri, hammasi bu yerda baxt ismli bir farishta maskan qurganidan darak berardi. Gulnoza 37 yoshni qarshilagan, yuz ko'zidan o'zbek ayollariga xos hayo, vazminlik va ichki bir go'zallik ufurib turgan ayol edi. U oilasini hayotining mazmuni deb bilardi. Ertalab soat 6 da uyg'onib, hovliga suv sepish, choy qaynatish, eri va bolalari uchun shirin nonushta tayyorlash u uchun hech qachon og'ir yuk bo'lmagan. Aksincha, u mana shu kundalik tashvishlardan zavq olardi. Uning turmush o'rtog'i Jamshid esa mahallada qarindosh urug' o'rtasida katta hurmatga ega inson edi. O'rta bo'yli, istarali, ko'zlarida doimo jiddiylik va shu bilan birga mehr po'rlab turadigan bu erkak o'z mehnati bilan oyoqqa turgan tadbirkor edi. Shaharda kichikroq qurilish firmasi bor edi. U uyini, oilasini kam qilmas, xotinini ardoqlar, bolalariga esa ham talabchan, ham suyanchiq ota edi. Ularning 3 nafar farzandi bor edi. Kattasi Dilshod, 14 yoshli, vazmin, xuddi otasidek kamgap yigitcha bo'lib yetilayotgandi. Ikkinchisi Samina, 11 yoshli, sho'x, uyning quvonchi bo'lgan qizcha va kenjatoyi 6 yoshli Muhammadali, hali dunyoning tashvishlaridan bexabar, faqat o'yin va erkalik bilan band bo'lgan murg'ak qalb. O'sha kuni oddiygina kuz o'xshamlaridan biri edi. Hovlidagi katta so'rida oila jam bo'lib, kechki ovqatni tanovul qilishardi. Kuzning salqin havosi rayhonlarning hidini yanada o'tkirlashtirgan. Dadasi, manti yaxshi chiqdimi? Go'shtini o'zingiz aytgandek piyoz bilan ko'proq qildim, dedi Gulnoza eriga choy uzatarkan, yuzida iliq tabassum bilan. Jamshid xotiniga qarab jilmaydi. Uning ko'zlarida haqiqiy minnatdorchilik bor edi. Barakalla onasi, sening qo'ling shirinda. Mana shunday charchab kelganda uydagi tinchlik, sening shirin ovqating hamma charchoqni oladi, dedi Jamshid va katta o'g'li Dilshodning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Qani pahlavon, o'qishlar qanday bo'lyapti? Ingliz tilidan imtihonga tayyormisan? Ha dada, ustozim aytdiki, agar shunday davom etsam, yil oxirida xalqaro sertifikat ola olarkanman, dedi Dilshod faxr bilan. Juda yaxshi. Sen bizning umidimizsan o'g'lim. San'at, bilim insonni baland qiladi. Senga nima kerak bo'lsa, hamma sharoitni qilib beraman. Jamshidning ovozida otalik g'ururi kuchli edi. Kichkina Muhammadali esa otasining tizzasiga chiqib borgan, qo'lidagi o'yinchoq mashinasini uning yelkasida yurgizib o'ynardi. Dada, menga katta bo'lsam, mana shunaqa haqiqiy mashina olib berasizmi? Deb so'radi u javdirab. Olib beraman bo'lam. Sen faqat aqlli, solih yigit bo'lib ulg'aysang bo'ldi. Jamshid kenjatoyini bag'riga bosib, sochidan o'pdi. Gulnoza bu manzarani kuzatarkan, ichidan shukronalik tuyg'usi o'tdi. Xudoyimga shukr deb pichirladi u xayolan. Menga mana shunday baxtni,
Mana shunday er va bolalarni berganiga ming qatla shukr. Ammo u bilmasdiki, bu baxt qasrining devorlari allaqachon ichidan yemirila boshlagan. Poydevorga birinchi dars ketgan ekan. So'yalarning yaqinlashishi. Tadbirkorlik sohasi doimo yangi odamlar, yangi shartnomalar va uchrashuvlar bilan bog'liq. Jamshidning ishlari oxirgi vaqtlarda ancha yurishib ketgan. Yangi bir katta turar joy majmuasining qurilish ishlarini qo'lga kiritgan edi. Bu esa yangi sheriklar, yangi mas'uliyat degani edi. Qurilish loyihalaridan birining dizayni va ichki bezatish ishlari uchun shahardagi mashhur xususiy studiyalardan biri jalb qilindi. Loyiha rahbari etib Lola ismli 28 yoshli ayol tayinlandi. Lola zamonaviy, o'ziga ishongan, kiyinish madaniyati va muomalasi bilan ajralib turadigan, ko'zlarida qandaydir makkorlik va joziba yashiringan ayol edi. U hayotdan nima xohlashini aniq bilardi va maqsadiga erishish uchun hech narsadan qaytmasdi. U Jamshidni birinchi ko'rishdayoq undagi barqarorlikni, moddiy kuchni va shu bilan birga erkaklik jozibasini sezdi. Boshida hammasi ish yuzasidan boshlandi. Uchrashuvlar, chizmalar muhokamasi, qurilish maydonidagi suhbatlar. Jamshid Lolaning professionalligiga havas bilan qarardi. Lekin Lola ish chegarasini sekin-asta buza boshladi. Bir kuni kechqurun qurilish idorasida loyihaning so'nggi qismini topshirish vaqtida soat millari tungi 9 dan oshgan edi. Hamma xodimlar uy-uyiga tarqab bo'lgan. Faqat Jamshid va Lola xonada qolishgandi. Jamshid aka, mana bu qismni ko'ring. Agar devorlarni ochroq rangda qilsak, xona kengroq ko'rinadi. Lola Jamshidga yaqinroq keldi. Uning qimmatbaho atir hidi xonani tutib ketgandi. Jamshid chizmaga qaradi. Lekin Lolaning juda yaqin turganidan, uning sochlari yelkasiga tegib turganidan ichida qandaydir g'alati hayajon sezdi. U o'zini orqaga olmoqchi bo'ldi. Lekin Lolaning nigohlari unga qadalganda tili aylanmay qoldi. Lolaxon, to'g'ri, yaxshi fikr, dedi Jamshid ovozi biroz bo'g'ilib. Siz juda charchabsiz, Jamshid aka. Lola ovozini pasaytirib, mayin ohangda gapirdi. Doimo ish, doimo mas'uliyat. Siz ham bir insonsiz. Sizga ham dam olish, chalg'ish kerak. Xotiningiz sizni faqat pul topadigan mashina deb bilsa kerak-a? Sizdek erkakning qadriga yetish uchun ayol kishi nozik bo'lish kerak. Jamshidning yuragi tez ura boshladi. U Gulnozani o'yladi. Gulnoza unga hech qachon bunday gapirmasdi. U doimo ro'zg'or, bolalar, uy tashvishlari bilan band edi. Jamshid uchun xotini bilan suhbatlar odatda uyga falon narsa kerak, Dilshodning to'lovini qilish kerak degan gaplardan iborat bo'lib qolgandi. Lolaning bu gaplari esa uning erkaklik nafsini, unutilib borayotgan romantik hissiyotlarini uyg'otib yuborgandek bo'ldi. Xotinim, u yaxshi ayol, lekin bandda, dedi Jamshid, go'yoki o'z oilasiga xiyonat qilish uchun ichida bahona izlayotgandek. Bilaman Jamshid aka, uy ayollari shunaqa bo'lib qolishadi. Ular erkakning qalbini tushunishmaydi. Qani yuring, bir qahva ichamiz, charchog'ingiz yoziladi. Lola qo'lini asta Jamshidning qo'li ustiga qo'ydi. Jamshid qo'lini tortib olmadi. Mana shu lahzada u o'z hayotining eng katta xatosiga tomon birinchi qadamni qo'ygan edi. Oradan oylar o'tdi. Jamshid uyga kech keladigan, telefon qo'ng'iroqlariga xonasidan chiqib javob beradigan bo'ldi. Uning nigohlarida Gulnozaga nisbatan qandaydir begonasirash, sovuqlik paydo bo'ldi. U Gulnozaning bergan savollariga qisqa va qo'pol javob berar, ba'zan esa sababsiz janjal chiqarardi. Gulnoza bu o'zgarishlarni sezmasligi mumkin emasdi. Ayol kishining qalbi erining sovib borayotganini juda tez payqadi. Ammo u o'zini ovutardi. Ishlari ko'p, charchayapti. Katta loyiha boshlab qarzdor bo'lib qolgan. Shunga asabiylashayapti deb o'zini tinchlantirardi. U erining unga tashlayotgan sovuq nigohlari ortida boshqa bir ayolning issiq tabassumi yashiringanini xayoliga ham keltirmagandi. Birinchi dramatik burilish, tufon oldidagi sukunat. Kunlarning birida Jamshid 3 kunga Samarqandga xizmat safariga borishini aytdi. U yuklarini yig'ishtirarkan, Gulnozaning ko'zlariga qaramaslikka harakat qilardi. Dadasi, issiq kiyimlaringizni ham soldim, havo sovib qoldi, dedi Gulnoza chamadonni yo'parkan. O'zingizni ehtiyot qiling, yetib borib albatta qo'ng'iroq qiling, xavotir olaman. Xo'p, bolalarga qara. Tez-tez telefon qilib asabimga tegma, ishim ko'p bo'ladi.
Jamshid chamadonni oldida tezgina chiqib ketdi. Hatto bolalari bilan tuzukroq xayrlashmadi ham. Gulnoza hovli ortidan yopirgan darvozaga qarab uzoq turib qoldi. Ichida bir g'alati his, qandaydir sovuq, bir vahima bor edi. Xuddi nimadir uzilib ketgandek. Jamshid ketganining ikkinchi kuni edi. Kechqurun katta o'g'li Dilshod xonasidan chiqib, oshxonada idish yuvayotgan onasining yoniga keldi. Yigitchaning yuzida qandaydir bezoftalik, xavotir bor edi. "Oyi", dedi Dilshod past ovozda. Gulnoza o'g'liga qaradi. "Ha, o'g'lim, tinchlikmi? Qorning ochdimi? Biror narsa tayyorlab beraymi?" "Yo'q, oyi, men sizga bir narsani ko'rsatishim kerak." Dilshod qo'lidagi telefonni onasiga uzatdi. Loyiha guruhning umumiy guruhlaridan birida Jamshidning qurilish sheriklaridan biri bilmasdan bir rasmni joylashtirib yuborgan va tezda o'chirib tashlagan edi. Ammo Dilshod o'sha paytda telefonda bo'lgani uchun rasmni ko'rishga va saqlab olishga ulgurgandi. Rasmda Samarqanddagi mashhur, qimmatbaho restoranlardan biri tasvirlangandi. Stol ustida shamlar, gullar va eng dahshatlisi, Jamshid Lolaning qo'lini ushlab, uning ko'zlariga tikilib kulib o'tirardi. Rasm ostiga "Go'zal o'xshon" deb yozilgandi. Gulnozaning qo'lidagi ko'sa yerga tushib, chil-chil bo'ldi. Suv aralash ko'piklar polga yoyildi. Uning yuragi xuddi urushdan to'xtagandek bo'ldi. Ko'z oldi aylanib, devorni ushlab qoldi. "Oyi, sizga nima bo'ldi?" Dilshod onasini suyab qoldi. Yigitchaning ko'zlarida yosh aylanardi. U onasini bunchalik zaif, bunchalik chorasiz ahvolda ko'rmagandi. Gulnoza nafas ololmasdi. Tamog'iga tosh qadalganda edi. U telefondagi rasmga qayta-qayta qaradi. Bu uning Jamshidi edi. O'sha mehribon, oilaparvar, sening qo'ling shirin onasi deydigan eri. Qanday qilib? Nega? Kim bu ayol? "Oyi, yig'lamang. Men dadamdan nafratlanaman." Dilshodning ovozida o'spirinlik g'azabi va onasiga bo'lgan achinish aralashib ketgandi. Gulnoza o'g'lini bag'riga bosdi. Uning o'zi yig'lamasdi. Ko'zlaridan yosh chiqmasdi. U muzlab qolgandi. Xiyonatning birinchi zarbasi insonni yig'latmaydi. U insonni toshga aylantiradi. "Shash o'g'lim, ukalaring eshitmasin. Xonangga kir", dedi Gulnoza muzdek ovoz bilan. Uning ichida bir dunyo vayron bo'lgandi. 15 yillik hayot, ishonch, poklik, hammasi bir lahzada chil-chil bo'lgan ko'sa kabi oyoqlari ostida yotardi. Qism: Sirning ochilishi va ikkinchi dramatik burilish. Jamshid xizmat safaridan qaytgan kuni hovlida hech qanday fayz yo'q edi. Odatda uni darvoza oldida kutib oladigan Gulnoza bu safar chiqmadi. Kichkina Muhammad Ali ham otasining oldiga yugurib kelmadi. Chunki uydagi sovuq muhit bolani ham cho'chitib qo'ygandi. Jamshid ichkariga kirdi. Uning kayfiyati a'lo, yuzida tabassum bor edi. "Qani uydagilar, nega sokinlik?" "Onasi, men keldim. Samarqandning nonidan olib keldim", dedi u chamadonni qo'yib. Gulnoza mehmonxonada o'tirardi. Uning yuzi oqarib ketgan, ko'zlari tagida qora soyalar paydo bo'lgandi. U erining ovozini eshitganda ichidan bir titroq o'tdi, lekin o'zini qo'lga oldi. Jamshid xonaga kirdi va xotinining ahvolini ko'rib tabassumi o'chdi. "Tinchlikmi Nargiza? Nega bunday o'tiribsan? Kasal bo'lib qoldingmi?" U Gulnozaning yoniga kelmoqchi bo'ldi. "Menga yaqinlashmang." Gulnozaning ovozi shu qadar sovuq va vazmin chiqdiki, Jamshid joyida qochitib qoldi. U hech qachon xotinidan bunday ohangni eshitmagandi. "Nima bo'ldi? Nega menga bunday muomala qilyapsan?" Jamshid o'zini hujumga o'tgandek ko'rsatib, ovozini ko'tardi. "Men ishlab charchab kelsam, uyda mana shunaqa sovuq yuz kutib oladimi?" Gulnoza asta o'rnidan turdi. Stol ustida yotgan o'z telefonini oldi va o'sha rasmni ochib, Jamshidning yuziga tutdi. "Bu nima, Jamshid aka?" Gulnozaning ovozi titray boshladi. Ichidagi o'g'riq tashqariga o'tirmoqchi edi. "Bu Samarqanddagi ish uchrashuvlarimi? Mana shu ayol uchun meni, bolalaringizni aldadingizmi? 15 yillik umrim, pokligim shu ayolning bitta tabassumiga arzimadimi?" Jamshid rasmni ko'rganda ko'zlari katta-katta bo'lib ketdi. Uning rangi o'chdi. Lablari pichirladi. U siri bunchalik tez va bunday shaklda ochilishini kutmagandi. Bir lahza xonani og'ir sukunat qapladi. Faqatgina devordagi soatning chiq-chiqi eshitilardi. "Gulnoz, bu
Bu shunchaki loyiha ishi. Jamshid bahona izlay boshladi. Lekin uning ko'zlaridagi qo'rquv va aybdorlik hamma narsani aytib turardi. Yolg'on gapirmang. Gulnoza birinchi marta eriga baqirib yubordi. Uning ko'zlaridan oxiri yosh quyildi. Bu alam, nafrat va kamsitilish yoshlari edi. Ish uchrashuvida ayonning qo'lini ushlab, ko'ziga tikilib o'tiriladimi? Men sizni Xudo dedim, sizni boshimga toj qildim. Bir marta bo'lsa ham yuzingizga tik qaramadim. Topganingizga qanoat qildim. Menda nima ayb edi Jamshid aka? Nima kamlik qildi sizga? Jamshid xotinining bunday kuchli nafratini va o'g'rig'ini ko'rib, ichida nimadir uzilgandek bo'ldi. Ammo erkaklik g'ururi, nafsi va Lolaning unga singdirgan sen kuchlisan, xotining seni tushunmaydi degan fikrlari unga ustunlik qildi. U aybini tan olish o'rniga o'zgarishga, qo'pollik qilishga o'tdi. Ha, nima bo'pti? Jamshid ham baqirib yubordi. Meni tushunadigan, menga erkinlik beradigan ayol bo'lsa nima qilibdi? Sen faqat ro'zg'or deysan, bola deysan. Mening qalbim bilan, mening erkaklik ehtiyojlarim bilan ishing bormi? Menga charchab kelganimda sening manting emas, go'zal ayolning suhbati kerak. Agar bilging kelayotgan bo'lsa, men Lolani sevaman. U menga hayot berdi. Bu gap Gulnozaning yuragiga urilgan oxiri pichoq bo'ldi. Lolani sevaman. Erining o'zidan bu so'zlarni eshitish tiriklayin go'rga kirish bilan barobar edi. Mehmonxona eshigi ortida esa ikki juft ko'z bu gaplarni eshitib turardi. Dilshod va Samina. Samina yig'lab yubordi va xonasiga yugurib ketdi. Dilshod esa mushtlarini tugib otasiga nafrat bilan qarab qoldi. Oilaviy hayotning chin inqirozi mana shu kuni boshlandi. Jamshid o'sha kecha uydan chiqib ketdi. Mashinasining ovozi mahalla sukunatini buzib uzoqlashib ketganda Gulnoza polga o'tirib olib, sochlarini yulqib yig'lardi. Bu haqiqiy to'fon edi. Oiladagi inqoriz va bolalarning iztirobi oradan bir oy o'tdi. Bu bir oy Gulnoza uchun xuddi do'zaxning bir yilidek o'tdi. Jamshid uyga deyarli kelmasdi. U Lola ijaraga olgan shinam zamonaviy xonadonda yashay boshlagandi. U yerda tinchlik, romantika va hech qanday bolalar yig'isi, ro'zg'or tashvishlari yo'q edi. Ammo bu baxt haqiqiymidi? Bu vaqt ichida Jamshidning hovlisida esa hayot to'xtab qolgandek edi. Gulnoza biroz o'zib, ko'zlari ichiga botib qoldi. Ammo u o'zini yo'qotib qo'ymaslikka harakat qilardi, chunki orqasida 3 ta bolasi bor edi. Eng og'iri bolalarning ruhiy holati edi. 14 yoshli Dilshod butunlay o'z dunyosiga bekinib oldi. U maktabdan kelar, ingliz tili kurslariga ham bormay qo'ygandi. U doimo parishonxotir bo'lib qolgan. Ko'zlarida faqat nafrat yo'nardi. U otasini ko'rishdan, u haqida gapirishdan bosh tortardi. 11 yoshli Samina esa juda ta'sirchan bo'lib qolgandi. U har kecha onasining yoniga kelib yotar. "Oyi, dadam bizni tashlab ketdimi? Endi kelmaydimi? Men maktabda o'rtoqlarimga nima deyman?" deb yig'lardi. Qiz bola uchun ota dunyodagi eng xavfsiz maskan. Endi esa bu maskan vayron bo'lgandi. Hatto 6 yoshli Muhammad Ali ham nimadir bo'lganini sezardi. U o'yinchoqlarini o'ynamay qo'ygan, tez-tez sababsiz yig'laydigan va onasining etagidan ayrilmaydigan bo'lib qolgandi. "Oyi, dadam qachon keladi? Menga mashina olib kelaman degandilar-ku", deb so'rardi u javdirab. Gulnoza boshini qaysi tomonga ursin? Mutlaqo chorasiz edi. Bir kuni u mahalla chetidagi kichik do'konga chiqqanda, qo'shni ayollarning o'zaro pichir-pichirini eshitib qoldi. "Voy, eshitdingizmi? Jamshid aka bitta yosh xotinga ilakishib, uyini tashlab ketibdi. Shundoq ayolning qadriga yetmabdi-ya", derdi bittasi. "Erkak kishida puli ko'paysa xotini eskiradi", deb kulardi ikkinchisi. Gulnoza bu gaplarni eshitganda yer yorilmadi. Yerga kirib ketmadi. U tezgina uyiga qaytdi va darvozani ichidan qulflab, devor tagiga o'tirib qoldi. Jamiyatning, odamlarning gap so'zi ayol kishiga xiyonatning o'zidan ham qattiqroq azob beradi. Shu payt darvoza taqillab qoldi. Gulnoza xayolan Jamshid keldi deb o'yladi va yuragi hapriqib eshikni ochdi. Ammo ostonada Jamshid emas, uning onasi Salima aya turardi. Salima aya 70 yoshlardan oshgan, yuzidan nur yog'ib turadigan, hayotiy tajribaga ega o'qila ayol edi. U o'g'lining qilgan ishini eshitib,
Qon bosimi ko'tarilib shifoxonada yotgandi. Mana chiqishi bilan to'g'ri kelinining yoniga kelgandi. Salima aya Gulnozaning o'zib ketgan yuzini, ko'zlarida mungni ko'rib, uni bag'riga bosdi. Ikki ayol darvoza oldida uzoq yig'lashdi. "Keling, onajon, ichkariga kiring." Gulnoza qaynonasini suyab, so'riga olib o'tdi. "Aylanay bolam, o'g'limning aqlidan ozgani uchun meni kechir." Salima ayoning ko'zlaridan yosh oqardi. "Men uni shunday tarbiyalaganmidim? Oilasini, bolalarini bitta ko'chadagi ayolga almashtiradigan nomard qilib o'stirganmidim? Sen siqilma bolam. Bu hovli seniki, bolalarniki. Men o'sha noinsofni oq qildim. Uyimga qadam bostirmayman." Gulnoza qaynonasining qo'llarini o'pdi. "Otajon, siz o'zingizni qiynamang. Sizning sog'lig'ingiz kerak bizga. Erimning qarori, bu uning hayoti. Men faqat bolalarimga achinaman", dedi Gulnoza ovozini vazmin ushlashga harakat qilib. Bu suhbat Gulnozaga ozgina bo'lsa-da dalda berdi. U yolg'iz emasligini, erining oilasi ham uni qo'llab-quvvatlayotganini his qildi. Ammo singan yurakni hech qanday dalda bilan butun qilib bo'lmasdi. 3-dramatik burilish. Yolg'on baxtning yakuni. Jamshid Lola bilan yashay boshlaganiga 3 oydan oshgandi. Boshida hamma narsa unga ertakdek tuyuldi. Har kuni restoranlar, go'zal uchrashuvlar, Lolaning shirin so'zlari. Jamshid o'zini go'yoki 20 yoshga yoshargandek his qilardi. Ammo vaqt o'tishi bilan ertak tugab, haqiqiy hayot boshlandi. Birinchidan, Jamshidning qurilish firmasida muammolar paydo bo'ldi. Yangi loyiha uchun olingan bank kreditining to'lovi yaqinlashar, lekin qurilish ishlari ba'zi sabablarga ko'ra to'xtab qolgandi. Unga katta miqdorda pul kerak edi. Buning ustiga Lolaning asl yuzi ochila boshladi. U endi avvalgidek mayin va tushunadigan ayol emasdi. U Jamshiddan tinmay pul, qimmatbaho kiyimlar, yangi mashina va eng muhimi, shahar markazidagi qurilayotgan do'konlardan birini uning nomiga rasmiylashtirishni talab qilardi. Bir kuni kechqurun Jamshid idoradan juda charchab, boshi og'rib qaytdi. Unga tinchlik, bir piyola issiq choy kerak edi. Xonadonga kirganda Lola dugonalari bilan telefonda baland ovozda kulib gaplashib o'tirardi. Uy titilgan, ovqat qilinmagan. Stol ustida faqatgina buyurtma berilgan sovuq pitsa qoldiqlari yotardi. "Lola, men keldim. Boshim juda og'riyapti. Bir choy damlab bera olasanmi?" Jamshid divanga o'tirib ko'zlarini yumdi. Lola telefonni qo'ydi-da, Jamshidga qarab lablarini burdi. "Jamshid aka, men sizga enaga emasman. Choy ichgingiz kelsa, o'zingiz damlab iching. Men charchadim. Bugun dugonalarim bilan yangi do'konlarni aylandik. Anavi men aytgan do'konning hujjatlari nima bo'ldi? Qachon mening nomimga o'tkazasiz?" dedi u talabchan ohangda. Jamshid ko'zlarini ochdi. Mana shu lahzada u Lolaning nigohlarida hech qanday mehr, hech qanday muhabbat ko'rmadi. U yerda faqatgina sovuq hisob-kitob va pulparastlik bor edi. U beixtiyor Gulnozani esladi. U qanchalik charchab kelmasin, Gulnoza uni darvoza oldida kutib olar. Qo'lidan sumkasini olar, issiqqina ovqatini suzib, "Charchadingizmi dadasi?" deb ko'zlariga mehr bilan tikilardi. Jamshid unchalik ko'p pul topmagan paytlarda ham Gulnoza hech qachon undan mulk talab qilmagan. Boriga shukr qilgandi. "Lola, mening firmam hozir inqirozda. Bankdan qarzim bor. Sen bo'lsang faqat mulk deysan. Men seni boshqacha deb o'ylagandim." Jamshidning ovozida hafsalasi pir bo'lganlik sezilib turardi. "Iye Jamshid aka, ovozingizni balandlatmang." Lolaning basharasi o'zgardi. Ovozi qo'pollashdi. "Agar pulingiz bo'lmasa, firmaniz inqirozga uchrayotgan bo'lsa, menga sizning nima keragingiz bor? Men sizdek yoshi katta, 3 ta bolasi bor erkak bilan shunchaki sevgi uchun yashayapman deb o'ylaganmidingiz? Menga barqaror hayot kerak. Agar unday qila olmasangiz, ana, eski xotiningizning yoniga boring. U sizga tekinga xizmat qiladi." Bu gap Jamshidning yuziga tushirilgan qattiq tarsakidek bo'ldi. Uning ko'zlari ochildi. U kim uchun, qanday rozil ayol uchun o'z oilasini, go'zal xotinini va mehribon farzandlarini qurbon chilganini anglab yetdi. Uning ichida mudhish bir pushaymonlik olovi yondi. U hech narsa demasdan chamadonini oldi va Lolaning xonadonini butunlay tark etdi. Orqasidan esa Lolaning haqoratli gaplari va kulkisi eshitilib qoldi. Qism 4-dramatik burilish. Tiz cho'kkan g'urur. Tungi soat 11. Jamshid o'z mashinasida eski hovlisining darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Mashina chiroqlari o'chirilgan, lekin u ichkariga kirishga botin olmasdi.
U darvozaga, devorlardan ko'rinib turgan uy chiroqlariga qarab uzoq o'tirdi. Uning yuragi alam va pushaymonlikdan qon yig'lardi. U mashinadan tushdi va asta darvozani itardi. Darvoza ichidan qulflangan edi. Jamshid qo'llari bilan temir darvozani ushladi. Ichkaridan rayhonlarning kuzgi, so'nib borayotgan hidi urildi. Bu hid unga o'z baxtini, uyining fayzini eslatdi. U sekin darvozani taqillatdi. Biroz vaqtdan keyin hovlidan oyoq tovushlari eshitildi. Eshik orqasiga kimdir keldi, lekin ochmadi. Kim bu? Bu Gulnozaning vazmin, ammo charchagan ovozi edi. Jamshidning tomog'iga bir nima qadaldi. U xotinining ovozini eshitib, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Gulnoz, bu menman, dedi u past ovozda titrab. Ichkarida sukunat cho'kdi. Gulnoza darvozaning narigi tomonida turib, erining ovozini eshitganda yuragi tez ura boshladi. U 3 oy davomida bu ovozni kutgandi, lekin ayni paytda undan nafratlanardi ham. Sizga nima kerak, Jamshid aka? Sizning uyingiz bu yerda emas-ku. O'sha go'zal hayotingizga, lolangizning yoniga boring. Gulnozaning ovozida singan ayolning alami bor edi. Gulnoz, iltimos, darvozani och. Men xato qildim. Men ko'r ekanman. Shaytonga bo'ysunibman. Men hamma narsani tushundim. Meni haydama, iltimos. Jamshid darvozaga boshini qo'yib yig'lardi. Katta mag'rur erkakning bunday yig'lashi haqiqiy fojia edi. Gulnoza darvozani asta ochdi. Jamshid hovliga kirdi. Uning usti boshi tartibsiz, ko'zlari qizargan, yuzida chinakam chorasizlik bor edi. U Gulnozani ko'rishi bilan uning oyoqlari ostiga tiz cho'kdi. U xotinining etagidan ushlab yig'lay boshladi. Kechir meni Gulnoz. Men nomardman. Men sening, bolalarimning uvoliga qoldim. O'sha ayol meni faqat pul uchun yaxshi ko'rgan ekan. Mening firmam inqirozga uchraganda meni haydab yubordi. Meni faqat sen, faqat oilam chin dildan sevgan ekansizlar. Men qilgan ishimdan ming charx urib pushaymonman. Meni o'ldir, so'k, lekin uydan haydama. Jamshidning o'pkasi to'lib gapirardi. Gulnoza tiz cho'kkan eriga qarab turdi. Uning ichida ikki xil tuyg'u kurashardi. Biri 15 yillik muhabbat, bolalarining otasiga bo'lgan achinish tuyg'usi bo'lsa, ikkinchisi toptalgan g'urur, xiyonatning achchiq o'g'rig'i va nafrati edi. Tur o'rningdan, Jamshid aka. Gulnoza erini suyab turg'izmoqchi bo'lmadi. O'zi bir qadam orqaga chekindi. Siz faqat firmangiz inqirozga uchrab, u ayol sizni haydab yuborgani uchungina bu yerga keldingizmi? Agar ishlaringiz yaxshi bo'lganda, pulingiz ko'p bo'lganda, u ayol sizni haydamaganda, bu hovlini, meni eslarmidingiz? Siz hali ham o'zingizni o'ylayapsiz. Sizning kechiring degan gapingiz mening 3 oylik istirobimni, bolalarimning ko'z yoshini qaytarib beradimi? Shu payt uy eshigi ochildi va katta o'g'il Dilshod chiqib keldi. U otasini ko'rib, ko'zlarida olov yonib ketdi. U yugurib kelib, otasini onasidan nariga itardi. Ko'zimga ko'rinmang, yo'qoling bu yerdan, Dilshod baqirib yubordi. Siz bizning otamiz emassiz. Siz oyimni yig'latdingiz. Bizni mahallada bosh ko'tarib yurolmaydigan qildingiz. Endi kerak bo'lib qoldikmi? Yo'qoling o'sha xotiningizning yoniga. Jamshid o'g'lining bu gaplarini eshitganda yuragi tilka pora bo'ldi. U o'z farzandining ko'zida o'ziga nisbatan faqat nafrat ko'rdi. Bu ota uchun eng katta jazo edi. Dilshod, o'g'lim, Jamshid qo'lini uzatdi. Menga tegmang. Dilshod onasining qo'lidan ushlab uyga tomon tortdi. Oyi, yuring ichkariga. Bu odam bizga begona. Gulnoza Jamshidga qaradi. Uning ko'zlarida oxiri qat'iyat bor edi. Jamshid aka, buguncha mehmonxonada yotib turing. Lekin oramizdagi hamma narsa tugagan. Men sizni er sifatida hech qachon qabul qila olmayman. Faqat bolalarning otasisiz xolos. Ertaga nima qilishni o'ylab ko'ramiz, dedi-da, Gulnoza o'g'li bilan uyga kirib ketdi. Jamshid hovlida yolg'iz qoldi. Ko'zning sovuq shamoli uning yuziga urilardi. U so'riga o'tirib, boshini qo'llari orasiga oldi. U uyiga qaytgandi, lekin bu uy endi unga begona edi. U o'z baxtini o'z qo'llari bilan o'ldirgandi. Inqiroz ustiga inqiroz va kurash. Jamshid uyga qaytgan bo'lsa-da, oilada tinchlik tiklanmadi.
U xuddi bir ijarachidek mehmonxonada yashardi. Gulnoza unga ovqat tayyorlab berar, kiyimlarini yuvardi. Lekin u bilan mutlaqo gaplashmas, ko'zlariga qaramasdi. Ular o'rtasida muz devori bor edi. Bolalar ham otasidan uzoqlashishgandi. Dilshod umuman salom bermas. Samina esa otasini ko'rganda xonasiga qochib kirib ketardi. Faqatgina kichkina Muhammadali ba'zan otasining yoniga kelib, o'yinchoqlarini ko'rsatardi. Lekin u ham uydagi sovuqlikni sezib, tezda onasining yoniga qaytardi. Buning ustiga Jamshidning biznesdagi muammolari eng yuqori nuqtasiga yetdi. Band firmaning qurilish maydonini va Jamshidning shaxsiy hisob raqamlarini muzlatib qo'ydi. Agar bir hafta ichida qarzning katta qismi to'lanmasa, Jamshid sudlanadigan va qamaladigan ahvolga kelib qolgandi. U butunlay singandi. Moddiy jihatdan ham, ruhiy jihatdan ham vayrona edi. Bir kuni tushdan keyin uyga ijrochilar kelib, hovlini va mol-mulkni ro'yxatga ola boshlashdi. Bolalar qo'rqib ketishdi. Samina yig'lar. Muhammadali onasining orqasiga yashiringandi. Jamshid boshini egib, stol tagida o'tirardi. U oilasini nafaqat ma'naviy, balki moddiy jihatdan ham vayron qilganini ko'rib, o'zidan nafratlanib ketdi. Ijrochilar ketganidan keyin Gulnoza mehmonxonaga kirdi. U Jamshidning qarshisiga o'tirdi. Uning yuzida qo'rquv emas, qandaydir ichki bir kuch va qat'iyat bor edi. Jamshid aka, jami qancha qarzingiz bor? Deb so'radi u aniq ohangda. Jamshid boshini ko'tardi. Uning ko'zlarida umidsizlik yo'nardi. Ko'p Gulnoz, juda ko'p. Firmani sotsam ham yetmaydi. Meni qamashadi. Tamom bo'ldim. Men sizlarni ko'chada qoldirdim. Men noinsofman. U yana yig'lab yubordi. Gulnoza chuqur nafas oldi. U o'rnidan turdi va yotoqxonasiga kirib ketdi. Biroz vaqtdan keyin qo'lida kattagina eski temir quti bilan qaytib chiqdi. U qutini stol ustiga qo'ydi va qulfini ochdi. Quti ichida Gulnozaning 15 god davomida to'plagan tilla taqinchoqlari, to'yda ota-onasi bergan qimmatbaho ziraklar, uzuklar va eng muhimi, unga o'z otasidan meros qolgan shahar chekkasidagi kichik bir yer uchastkasining hujjatlari bor edi. Gulnoza bu yerni bolalarining kelajagi, o'qishi uchun asrab qo'ygandi. Mana bularni oling, dedi Gulnoza qutini Jamshidga surib. Tillalarni soting, yerni ham zudlik bilan arzonroq narxda bo'lsa ham soting. Bankning qarzini yoping. Jamshid qutidagi tillalarga va hujjatlarga qarab ko'zlariga ishonmadi. U xotiniga xiyonat qildi. Uni tashlab ketdi. Uning yuzini yerga qaratdi. Endi esa u boshiga balo kelganda, o'sha u aldagan, sindirgan ayol uni qutqarish uchun o'zining oxiri mulkini bermoqchi edi. Lola esa Jamshiddan pul tugashi bilan voz kechgandi. Bu ikki ayol o'rtasidagi farq Jamshidning ko'zini butunlay ochdi. Bu asl muhabbat va fidokorlikning oliy namunasi edi. Yo'q, yo'q Gulnoz, men buni ololmayman. Jamshid qutini orqaga surdi. Bu sening tillalaring, otangdan qolgan meros. Bolalarning haqqi bu. Men o'zim aybdorman. Qamalsam o'z jazomni o'tayman. Senlarni bundan mahrum qila olmayman. Oling dedim sizga. Gulnozaning ovozi baland va keskin chiqdi. Men buni siz uchun, sizning chiroyli ko'zlaringiz uchun qilayotganim yo'q. Men buni bolalarim uchun qilyapman. Men bolalarimning otasi qamalgan, o'g'ri yoki firibgar degan nom bilan yashashini xohlamayman. Dilshodning, Saminaning kelajagiga bu do'q bo'lib tushishini istamayman. Men oilamizning sha'nini asrab qolmoqchiman. Olingda, ishingizni hal qiling. Jamshid qutini bag'riga bosib, stolga boshini qo'ydi va bolalardek hiqillab yig'ladi. Mana shu lahzada u xotinining naqadar buyuk, naqadar pok va muqaddas ayol ekanligini angladi. Uning pushaymonligi endi shunchaki qo'rquv emas, balki ruhiy bir tozalanish edi. 5-dramatik burilish. Kasallik va sinov. Gulnozaning fidokorligi bilan Jamshid bank qarzlarini o'zdi. Firmaning qurilish ishlari to'xtatilgan bo'lsa-da, u jinoiy javobgarlikdan qutulib qoldi. U uyini, oilasining boshini asrab qolgandi. Lekin u Gulnozaning qalbini hali qaytara olmagandi. Kuchli ruhiy stress, kecha-kunduz davom etgan xavotir va vijdon azobi o'z so'zini aytdi. Qarzlar uzilgan kunining ertasiga Jamshid o'rnidan turolmay qoldi. Uning harorati juda baland ko'tarilib ketgan, hushidan ketadigan ahvolda edi. Gulnoza tez yordam chaqirdi.
Shifokorlar kelib Jamshidni tekshirishdi va uning yuragida jiddiy muammo paydo bo'lganini, mikroinfarkt boshdan kechirganini aytishdi. Uni zudlik bilan shifoxonaga olib ketishdi. Jamshid shifoxonaning jonlantirish bo'limida o'q choyshablar aro yotganida uning hayoti qil ustida edi. Uning yonida faqat bitta inson, Gulnoza bor edi. U Lolani kutmagandi ham, chunki Lola allaqachon boshqa bir boy tadbirkorning ortidan ketgandi. Gulnoza 3 kun davomida Jamshidning boshidan ayrilmadi. U uning sovuq qo'llarini ushlab, ichida Xudoga yo'l-o'rardi. Xudoyim, uni bolalarim uchun asrab qol. Uni jonini olma. U qanday bo'lmasin, bolalarimning otasi. Men uni kechirishga tayyorman. Faqat u yashasin. Degan fikrlar uning xayolidan o'tardi. Xiyonat qanchalik og'ir bo'lmasin, o'lim xavfi oldida u o'z kuchini yo'qotar ekan. Chin muhabbat alamdan ustun keldi. 4-kuni Jamshid asta ko'zlarini ochdi. Xonaga ko'zning iliq quyosh nurlari tushib turardi. U tepasida o'tirgan, ko'zlari yig'idan shishib ketgan, duo qilayotgan xotinini ko'rdi. Jamshid asta qo'lini qimirlatib, Gulnozaning barmoqlarini ushladi. Uning ovozi juda zaif edi. Gulnoz, sen hali ham shu yerdamisan? Meni tashlab ketmadingmi? Gulnoza erining ko'zlariga qaradi. Bu safar u yerda nafrat yo'q edi. Faqatgina cheksiz bir mehr va yengillik bor edi. Sizni tashlab qayoqqa boraman dadasi? Siz bizga keraksiz. Bolalaringiz sizni kutyapti, dedi u asta jilmayib. Dadasi degan so'z Jamshidning yuragiga xuddi shifobaxsh malhamdek urildi. Jamshidning ko'zidan yosh oqdi. Men yashashni xohlayman. Sen bilan, bolalarim bilan yangitdan boshlashni xohlayman. Menga bitta imkoniyat ber Gulnoz. Men bir umr sening oyoqlaringni o'pib yashashga tayyorman, deb pichirladi u. Gulnoza erining peshonasiga qo'lini qo'ydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi faqat sog'lig'ingizni o'ylang. Men sizni kechirdim Jamshid aka. Xudo ham kechirsin, dedi u. Mana shu lahzada ular o'rtasidagi o'sha muz devori butunlay erib ketgandi. Bu haqiqiy kechirim va muhabbatning g'alabasi edi. Baxtli va ta'sirli yakun. Oradan 1 yil o'tdi. Yana kuz keldi. Hovlidagi rayhonlar yana o'shandagidek go'zal bo'lib ochilgan. Atrofga o'zgacha bo'y ufurardi. Sahnga suv sepilgan, katta so'ri ustida dasturxon yozilgandi. Jamshid shifoxonadan chiqqandan keyin butunlay o'zgardi. U firmasini tugatib, kichikroq, tinchroq bir ishga o'tdi. Endi u pulning orqasidan quvmas, bor vaqtini oilasiga, bolalariga bag'ishlardi. Uning yuzida, ko'zlarida haqiqiy xotirjamlik va baxt bor edi. U Gulnozani xuddi yosh kelinlik davridagidek ardoqlar, har bir gapini, har bir istagini bajarishga harakat qilardi. Eng muhimi, bolalar bilan munosabatlar tiklangandi. Dilshod otasining kasallik paytida qanchalik qiynalganini, onasining fidokorligini ko'rib, otasini kechirgandi. U hozir yana ingliz tili kurslariga qatnar, otasi bilan birga mahalla masjidiga chiqar, uzun suhbatlar qurishardi. Samina esa yana avvalgidek sho'x qizchaga aylangan. Otasining bo'yniga osilib erkaliklar qilardi. Kichkina Muhammad Ali esa otasi unga olib bergan o'sha katta o'yinchoq mashinani hovlida surib xursand bo'lib yugurardi. Dasturxon atrofida butun oila jam edi. Jamshid xotiniga qarab choy uzatishini so'radi. Onasi, bir piyola ko'k choydan uzat. Sening qo'ling baribir boshqachada, dedi u ko'zlarida cheksiz mehr bilan. Gulnoza choyni uzatarkan erining ko'zlariga qaradi. U yerda hech qanday soya, hech qanday yolg'on yo'q edi. Faqatgina toza, sof va sinovlardan o'tgan haqiqiy muhabbat bor edi. Mana dadasi oling, issiqqina, dedi Gulnoza. Katta o'g'il Dilshod duoga qo'l ochdi. Ilohim, oilamizga ko'z tegmasin. Dadam va oyim doimo boshimizda so'q bo'lishsin. Uyimizdan fayz va baraka arimasin, dedi u vazmin ovoz bilan. Amin, deyishdi hammalari bir ovozdan va yuzlariga Fotiha tortishdi. Uy ustidan kuzning mayin, iliq shamoli esardi. Bu shamol mana shu xonadondagi sovuq kunlarni, ko'z yoshlarni va alamlarni o'zi bilan olib ketgan, o'rniga esa sabr, kechirim va iymon poydevori ustiga qushirilgan yangi, mustahkam va haqiqiy baxtni qoldirgan edi.